bermas uchun nima qilyapsiz? Choy ustiga choy quyilsa ikkinchi qot to'g'adi degan irim bor-ku. Obbo, shu irimlaring jonga tegdi-da. Bo'pti, qani bo'lmasam turdik, tinchlik omonligini bersin. To'xtang, stolning ustida pichoq turibdi, pichog'i olmasdan duo qilmay, duo pichog'i kelsa teshadi. Shunaqa irim ham bormi? Bo'pti. Rasul nima qilyapsiz? Supurgi yerda turibdi, ko'rmasam shu tika qilib qo'yapman. Mana qara xalaq beryapti. Supurgini chekib qo'ysa o'zi janjal bo'ladi degan irim bor-ku. Bu oddiy o't bo'lsa, o'tdan yasalgan narsa bo'lsa, janjalga qanday aloqasi bo'ladi buni? Shoshmang, siz qayerga ketyapsiz? O'zim rosa qichyapti xotin, bir cho'milib olay. Voy, bugun seshanba kun cho'milsa omadsiz kun bo'ladi dadasi. Balki men cho'milmay yursam omadsiz kun bo'lar, hamma yerimdan hid kelib. Hamma oldimdan qo'shadi-ku. Hatto topasan shunaqa irimlarni onasi. Onasi, shu irimini qo'ysang-chi. Mana shu bir xil qilib kiyaveradi paypog'i. Dadasi, bugun chorshanba-ku, chorshanba kuni paypog'i ikki xil qilib kiysa omadli kun bo'ladi deyshadi. Senga shu irim o'rgatganini topsam, senga irim o'rgatganini ham, seni ham o'zim bilardim-da. To'xtang dadasi, menga pul berib ketmasdim. Bozorga borishim kerak edi, o'zimga narsa olishim kerak edi. Atgancha esimdan chiqibdi. Onasi bugun qaysi kun? Bugun dushanba. Dushanba kuni xotinga pul berib bo'lmaydi-ku. Hamma biladi-ku, dushanba kuni xotinga pul bersa, ish yurishmaydi, omadsiz kun bo'ladi deyilgan-ku onasi. Shunaqa irim ham bormi? Shunaqa irim bor-da, hamma biladi-ku. Bitta sen bilmaskansan, qara. Hamma irimlarni o'rganibsan, bitta shuni o'rganmabsan, qara. O'rganib ol yaxshiroq. Bunaqa irim yo'q edi-ku.